yiqitishadi. Agar dinga suyangan bo'lganingizda, qarindoshlar, xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlarniki. To'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xohlasanglar mana bo'lmasam katta eshik, devor olmaydi. Men desa qarindosh urishlik uzilib qoladi unda deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urishlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak. Araq qo'ymasang sen ziyofatingga kelmaymiz deyotgan bo'lsa, yig'ishtirish kerak unga qarindoshchilikni. Erkaklar qo'llarga rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar. Chunki sizlar eshak emassizlar, pulni topib qiynalib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarda yana ketyapsizlar. Erkaklar qo'lga olinglar, sovchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizi Fatima Zahroni Ali ibn Abi Talibga berganda nimasi bor edi Alini? Abu Bakr so'rab keldi Fatima onamizni payg'ambarimizdan. Yo'q dedi. Umar ibn Hattob so'rab keldi. Yo'q dedi. Aliga berdi. Siz bormaysizmi deydi. Abu Bakrga bermagan, Umarga bermagan, menga beradi. 22-23 kirgan yigit edi. Siz Rasulullohdan amakivachasiz, islomga birinchi kirgansiz, kirib so'rang beradi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga o'zi sovchi bo'lib kirdi. Kirib Rasululloh birinchidan, amakivachasi ikkinchidan. Rasulullohning uyida katta bo'lgan. Men shu Fatima haqida bir o'ylab ko'ruvdim deb qo'ydi.